Bu men Mubina, ya'ni mening qizim. Bugun dam olish kunimda ingliz tili kursimga bordim, modeling kursimga bordim. Keyin esa Garden oilaviy restoraniga keldim. Zinadan chiqishingiz bilan sizni mening sevimli do'konim kutib oladi. Sizga bitta sirimni aytaymi? Har dam olish kuni bir yangi kiyim olmasam, mazam qochib qoladi. Bugun ham shu odatimni yana takrorladim. Xullas, shoppingdan keyin qornim och qoldi. Gardenga kirdim va burger zakaz qildim. Ishonasizmi? Bu yerni burgerini yeyapsiz. Bu dunyoga kelmabsiz. Biqindan keyin sakrab endi bir egalarimni hazm qilib olay. Hozircha shu mashinani minib turay. Xudo xohlasa подписчиklarim million bo'lsa, bir Mersmi, BMWmi minaman. Qaranglar qani, shu turishimizda qaysi multfilm qahramoniga o'xshaymiz? Menimcha, Mashi bilan Medved va kunning oxirida barcha charchoqlarni chiqarish uchun yoga bilan shug'ullanamiz. Sizlarning dam olish kuningiz qanday o'tyapti?